Bir g'ingshitadingiz ku manga. Gül evettim, gül evettim, gül evettim. Gül evettim yar sana. Yar sana. Bek chiroyli bir melodiya. Mush naqsh to'g'risida ozroq o'ylaganlaringizni so'zlab berasiz. Bu naqshning melodiyasi bek yaxshi. Bek chiroyli. Chiroyli. Lekin o tekstimi shunday işte. Shuna bu naqshni hozirgi zamonning uslub bilan shu elektronlik chalg'u muzikalar bilan birlashtirib bu akord chiqarib aytib olsak qanday bo'lganda deb buni sinab qilsam buning shu unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. O'zim bu shunday chiroyli anglandi, jalliq anglandi. Chuqur shunday bo'ldi. Shuna bu naqshni bu qitim chaqib bu elektronlik muzikalar bilan milliy muzika aralashtirib mushtaq o'rlab ketgandim. Qani gül evettim yar sana degan melodiyadan hammamiz o'zirlanaylik. Üç, iki, bir. Melodiya spektralika bo'lsin. Hurmatli ko'rmanlar, Şinjan Kareliya So'zchaklik shirkati xalq namini ag'an storiyaga keng keldi programmamiz nayt qizg'in davomlashyapti. Yar sana, gönülle verdim yar sana. Gülle verdim yar sana, gönülle verdim yar sana. Gündegi gülşenere bolgan idi